qoramanmi men? Yo'q, zakon nima? Men bugun Shahnoza klinikka tashrif buyurdim. 1 yil davomida kuzataman mana shu klinikani. Lekin aynan bugun kelishga ahd qildim. Sababi aynan Shahnoza klinikka kelganlar, kelmaganlar, bilmaganlar uchun premium xizmatlarni bosqichma-bosqich qanday bo'lishini sizlarga ko'rsatib o'tishim. O'tadi kunlar, yashar baxtsiz, baxti butunlar. O'tar umr, o'tadi. Hozir chistka qilamiz. Chistkadan keyin karbon piling muolajasini amalga oshiramiz. Meditsina juda ham rivojlangan. Hozir piling hamma faslda foydalansa bo'ladigan pilinglar juda ham ommalashgan. Terilarni yaltiratib, oqartirib, silliq chaqaloqni terisidek qilib beradi. Anchadan beri kelmayotgan ekanman. Ko'p yengilliklardan qolib ketdimmi? Shuncha o'zgardingmi jonim, dilginangni tosh etib, yori ketganlarni ko'rdim, ketgani afsusdalar. Chin muhabbat yengadir bir parchasin bardosh etib. Hozir ko'rib turganinglar bu o'sha piling jarayoni, azizlar. Ana film esimga tushib ketdi. Operatsiya uyi bor-ku, o'shanda sho'rikni quvlab ketadi-ku. Tutundan o'tganda qop-qora. Qoramanmi men deb yana qo'shimcha ham qilib qo'ya olmayman. Qaylarda eding sen yoshligim? Qaylarda eding sen yoshligimda, nega uchramading men boshligimda? Qaylarda eding sen yoshligimda, nega deb aytadigan joylari keldi. Yoshligimda qattiq edingiz Shahnozaxon. Voy, chiskala qildik bugun. Aynan Shahnoza klinikda maza qildim. Bo'lar ekan-ku. Yoshligimda bunaqa ahvolga keladi deb o'ylamagan ekanman. Voy, yuzlarimni charchatib qo'ygan ekanman Shahnozaxon. Boringizga shukr jonim. Rahmat sizga. oq atir gullar, oppoq atir gullar, men uchun atalgan bir